Misrdan Sharqiy Turkistonga qaytishga majbur bo'lgan Uyg'ur yosh Ilhom qari jazo lagerida qiyin qistoqqa uchrab hayotidan ayrildi. O'tgan yili Xitoy Misrda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarni qaytishga majburlagan va ularning ota-onalarini turmaga solib ularga taklif salgan edi. 28 yoshli Ilhom Muhammad yurtiga qaytishga majbur bo'lganligi, orqadan tutib ketilganligi, oxirida bo'lsa jazo lagerida jon berganligi o'ttirg'i chiqdi. Rossiya Muftiylar komitetining boshlig'i Tatar millatidan bo'lgan atalmish diniy olim Raul G'aynuddin Sharqiy Turkiston musulmonlariga qarshi Xitoy va Rossiya tarafini elib, reallikka uyg'un bo'lmagan so'zlar orqali xiyonatini davomlashtirdi. Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'ur va qozoqlarga qarshi yo'l qo'ygan bostirish, assimilyatsiya siyosatlari dunyo kun tartibiga kirgizilayotgan bir paytda Rossiya Muftiylar komitetining boshlig'i Muftiy Raul G'aynuddin Sharqiy Turkistonda musulmonlarga qarshi kishilik huquq tajovuzchiligi, bostirish, zulm, assimilyatsiya va jazo lagerlari siyosati yo'q. Sharqiy Turkistonda hamma kishi xotirjam yashayotdi. Aytilgan gap so'zlar yolg'on dedi. Amerika Qo'shma Shtatlarida Cumhuriyetçiler ve Demokratlar her iki partiyadan bo'lgan parlament a'zolari Prezident Trumpga chaqiriq qilib, Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari siyosati uchun Xitoyga tegishli inkos qaytarishni talab qildi. Xitoydagi osonliklar uchrayotgan zulmga qarshi turish kerakligi talab qilingan chaqiriqda tarbiyalash markazi deb nom berilgan yig'ilish lagerlarining tezroq tarqalishi uchun Xitoyga embargo orqali besim tushirish talab qilindi. Qirg'izistonning Bishkek shahrida yashaydigan Uyg'ur qizi Shahrizod Xalilova xalqaro Taylandcha chamboshchilik musobaqasida 4-qitim chempionlikka erishdi. 1990-yili tug'ilgan Shahrizod boks, taychuan gumpis qatorliq sohalarda ko'p qitim xalqaro musobaqalarga qatnashib, yaxshi natijalarga erishgan. Amerika prezidenti Donald Trumpning agar jurnalist Xashqchining g'oyib bo'lishining orqasida Saudiya Arabistonining qo'li bo'lib qolsa, ig'ir jazolanganligi haqidagi bayonotiga qarshi Riyod doiralari ikki davlat munosabatiga foydasiz har qanday bir qadam elinsa, buningga qarshi tadbir qo'llanganligini aytdi. Iranning janubidagi Basra shahrida bo'lgan suddan zararlanganlarning soni 111 mingga yetganligi bildirildi. Iroq kishilik huquq komissarligi Basra ishxonasining bayonotida aytilishicha, bu shaharda bulg'angan ichimlik suyidan zararlanish voqealigining soni 111 mingga yetgan. Doiralar yangi o'qish mavsumining boshlanishi bilan o'quvchilarning zararlanganligini ogohlantirdi. Hamda mazkur va yerlik hukumatlarni bu vaqtda jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi.